16 yosh. O'zidan ko'ngli to'lmayapti. Oynani oldida o'tiraveradi, sochini tarab deyishibdi. 16 yosh uchun bu norma. Qiz bola, o'g'il bola o'sha yuzlariga har xil uglelar toshishi, gormonal o'zgarishlar tufayli o'zidan qoniqish hissini tuymaslik bo'lishi bu norma. Uni qadrlashingizni, inson sifatida tan olishingizni, katta inson sifatida fikr muhimligini, oilada o'zini o'rni borligini o'rgatib borar ekansiz. Ichki nima deydi, mani to'yingani sari, ichki bo'shlig'i qoplanilgani sari tashqaridan kamchilikni qidirish jarayoni to'xtaydi. Eng yaxshi usuli shu. Ya'ni samotsenkasini ko'tarish, qadriyatlarni ko'tarish. Faqat shu ko'tarish jarayonida o'ta darajada tepaga olib chiqib borib turib, san hammadan turib boshqalarni oyoq ostida qilish darajasiga olib chiqib qo'ymaslik. Ya'ni boshqalar ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin.